Bugün 4 aprel 2026 yıl Özgün Memleketlik Tarihi Madani Muzey Qo'rg'oni O'zbekistondan Fergana oblastidan Ferganadagi qadimki bugungi kunda dunyoning bir top yerine dаңaz bo'lgan qo'lөнörçüler önörxonasidan bizning qo'noqlarimiz kelgan. Assalomu alaykum. Tahir aka, qanday? Yaxshilarmi? Yaxshi ekan, qanday jaqdi O'zbekiston? Qoraxoniylar do'zaga qaytdik. Qaytdingizlarmi? Ha, yaxshi. Men tasavvur qilyapman, mana shu tepaliklarda ham ko'nasa qancha tariximiz yotibdi mana shu yerda. To'g'ri aytasiz. Tahir aka, kelgan qo'noqlarni bir cho'g'i tanishtirib qo'ysangiz o'zingiz. O'zingizni tanishtirib. Men Tohirjon Aydarov bo'laman. Tohir Kulol deyishadi, lekin ko'proq O'zbekistonda Tohir Sopol deysa yaxshi tanishadi. Chunki men Kulolman. Muzey qilganman, respublikadagi birinchi xususimizni yaratganman. Sizlardan ham taklif qilaman borishdi. Bu do'stim Tolibjon. Aha. Forsi, turkiy, man tillarda yana qaysilar? Bobriylar she'riyatini, man bir fors adabiyotini, turkiy adabiyotni nima qilib beradigan she'riyatini Turkiydan Forsiga, Forsidan Turkiyga tarjima qiladigan ulug' bir do'stimiz, ham jurnalist, ham nima deydi? Tarixchi. Ya, havaskor bas, havaskor demangsiz o'zingiz. Havaskor, professional do'stimiz. Lekin ko'pchilik foydalanadi bundan. Foydalanib, lekin buni do'stimni bir chekka nima qilib qo'yishgan. Lekin shu ko'p narsalarni tahlil qilib beradi-da. Hammani ham professorman degani bilan u tahlil qila olmaydi. Lekin bu oddiy inson bo'lgani bilan professor unvoni yo'q, lekin xalq ichidan chiqqan haqiqiy professor. Xalq akademigi. Xalq akademigi. Bu Azimjon o'sha tug'ilgandan beri taniyman bu odam insonni. Mana hozir 65 ga kirgan bo'lsak, hali ham bir do'stimiz, oilaviy bordi keldimiz bor. Ham Bu kishi sizda murda turalganmi keyinmi? Tanisangiz murda turalganmi? Ozgina nima bo'ladi? Jahongashta rejissor deyman buni. Ki telefon qilib, uydamisiz deb qo'yaman-da. Bir qarasangiz Hindistonda, bir qarasangiz Kambodjada, bir qarasangiz Vyetnamda shu jahongashta rejissor Azimjon do'stimiz, jurnalist, adabiyotchi, shu tarixchi, umuman bir bu yerda turganlar hammasi ijodkor nimalarimiz O'zbekistonda, nafaqat O'zbekistonda, vodiyda mana shu o'zining o'rniga ega bo'lgan do'stlarimiz, adabiyotda, san'atda kuchlaydigan, xalqparvar, millatparvar, bir turkiparvar insonlar. Bu o'g'lim Elbekjon, katta o'g'lim. Menda ikkita o'g'lim bor. Elbekjon, katta o'g'lim Temirbek, kichik o'g'lim. Sizda boqatirgan o'g'il ekan-da. Nima sababdan bu Elbek deb qo'ygan soatini? Birinchi bu ismni aka. Temirbek qo'ymoqchi edim. 91 tug'ilgan, unda mustaqil ham bo'lmagan, qo'rqqanman keyin. Ismni qo'ygan, Temirbek ismini ko'tara olmaydi deb qo'rqqanman-da. Keyin Elbek qo'yganman ismini, ko'tara olmadi. Keyin Alloh qudratini qarangki, oradan 7 yil o'tib menga o'g'il farzand ado etdi Alloh, lekin ismi bilan tug'ildi, 9 aprelda tug'ilgan. 7 yil burun o'ylagan narsamni Alloh menga o'sha 91 da o'ylagan narsamni 98-yilga kelib menga o'g'il ato qilib, ismi bilan tug'ilganki, 9 aprelda tug'ilgan. Keyin Temirbek deb ism qo'yganmiz. Alimjon aka. Assalomu alaykum. Bugun biz kelib O'zgan davlat qo'riqxonasiga maza qildik. Chunki menga yo'lda Tohirjon aytib berdi, ancha oldindan beri, bunchalik tarixiy joyligini bilganim yo'q edi. Keyin avvallaki orqali biz eski tanishligimizni ham bildik. Chunki O'zgan bilan bizni Yozyovon o'rtasida o'zi ko'prik bor ekan. Bordi keldi bor ekan. Endi bundan keyin ham mustahkamlaymiz. Xudo xolasa birga borasizlar. Xudo xolasa. Gapiring. Mana biz O'zgan shahridamiz. Qadimiy O'zgan, qadimiy o'sha buyuk Qoraxoniylar davlatining poytaxti O'zgan shahrini ziyorat qildik. Bu yerda o'sha Qoraxoniy Arslonxonlar, To'g'rilbek, To'g'rilxonlar maqbaralari, mana Qoraxoniylar minorasini ko'rib juda hayratdamiz. Tarixga 10-chi, 11-chi, 12-chi asrlarga sayohat qildik. Juda taassurotlarimiz katta. Rahmat. Ovoz aka, bu qo'noqlar bo'yicha eko'siz. Endi qo'noqlar hammasi adabiyot, san'at, madaniyat odamlar, insonlar ekan. Mana
laqabimizni ham Sopol deb Sopol qo'yishgan. Apo bo'lmayman lekin. Apo bo'lmay. Yo'q, yo'q. Kesay demagan ekan. Sopol keramika bo'yicha mana o'ziga eng katta ustalar o'tirib ketdi. Biz juda xursandmiz. Mana urdu, farsi, turkiy tillardan tarjimon ham shoir yozuvchi ekan. Bu biz juda tan berdik. Jurnalist ekanmizni ularga tanishdik. Shunday tez kelib ikki mamlakat o'rtasidagi rishtalarda yaxshiroq qilib baylab yuraylik. Xudo xolasa. Xudo xolasa bu yerda bizni tariximiz umumiy tarix. To'g'ri, bitta o'zaki bitta. Bizda buni chegara bo'lgan emas, boshqa bo'lgan emas. Shuning uchun juda xursandmiz. Mana O'zganda kelib tanishib edik. Keyin bu yoqqa borib yana biz boshqa qadrdonlarga ham aytinglar, kelib ketishib, tanishib yurishsin. Rahmat. Xush kelibsizlar. Aytib qo'ymoqchiman. Biz endi tarix haqida gapiradigan bo'lsak, soatlab gapirish kerak edi. Lekin qisqagina aytganda, siz bilan biz bitta ariqdan suv ichganmiz-da. Bitta ariqdan suv ichganmiz, bitta qonimiz, bitta qarindoshimiz-da, qarindoshimiz biz. Aytmoqchimanki, mana shu muzey tashkillanibdi, mustaqillikni olibdi. Kelajakda katta mablag' ajratildi deyapsiz. Agar shu narsa bo'lib qolsa, juda ham narsa katta ishlar bo'lib ketadi deb o'ylayman. Keyin bitta narsani qisqagina qilib gapirsam, muzeylar millat ko'zgusi bo'ladi. Davlatchilik tashkil qilishdi umuman hamma joyda muzeylar tashkillansa, o'sha davlatni tarixini, madaniyatini, adabiyotini bilish juda ham oson bo'ladi. Aytamanki, bu muzey obod bo'lsin, kelajakda yana kelish bizga nasib qilsin. Sizlarni ham taklif qilamiz. Rahmat. Mana hurmatli zamondoshlar, bugun bizda O'zbekistonga jalpila ushul Bo'rg'o'rdo'g'ajaning madaniyatining önüşüne özünün salımlarını qo'shgan ulug' insonlar bizden qo'rog'imizda turadi. İşinizlerde iyilik bo'lsin, bardı geldiğiniz beken bo'lsin, dostluğunuz beken bo'lsin. Xudoy buyursa, shu biz jalpı bir tariximizni elga yurtga yetkazishga cho'g'u harakat jasaylar. Mana pul bo'lsa almazmiz.